Assalomu alaykum qadrli Daryo kuzatuvchilari. Daryoda Mundial kundaligi davom etadi va nihoyat Mundial kundaligida biz ikkinchi tur o'yinlarini ham boshlab oldik. A va B guruhidagi 4 ta o'yinga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi tur o'yinlariga studiyada hamkasbim Jamshid Mahmudov bilan ikkinchi tur o'yinlarini muhokama qilamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Daryo studiyasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ko'rsatuv boshlanishidan oldin homiylarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Bosh homiyimiz Uzunbank. Uzunbank bilasiz, shuningdek O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ham hamkori hisoblanadi. Ko'rsatuvimiz ham o'z o'rnida Uzunbank homiyligi ostida suratga olinmoqda. Shuningdek siz uzun viza kartalarini tekinga buyurtma qilish orqali mana shunday bankslarni qo'lga kiritib, o'zingizning milliy terma jamoangizning tarkibini yig'ishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda yana bir homiy bor. Bu Beshqozon Markaziy Osiyo osh markazi. Xo'sh, Jamshid aka, o'yinlar oldidan birinchi savolim, to'g'ri o'yinlarning prevyusi oldidan birinchi savolim sizga. Birinchi turda A va B guruhida nimalar kutdingiz va kutilmalaringiz o'xshamagan bo'lsa, nimalarni terma jamoalar siz nazaringizda birinchi turda o'zlaridan kutilgan natijani ko'rsata olmadi? Qaysi jabhalarda, qaysi terma jamoalar, qaysi terma jamoadan boshqacha o'yin kutgandingiz? Qaysilari ishonchni oqladi, kutilmalarni oqladi, qaysilari esa yo'q? Shu haqida umumiy to'xtalib o'tsangiz A va B guruhida. Dastlab A dan boshlaymiz. Meksika, Janubiy Afrika Respublikasi, Janubiy Koreya va Chexiya joylashgan guruhdan. To'g'risi bu o'yinda 2-1 hisobda Janubiy Koreya g'alaba qozondi va bu menimcha to'liq kutilgan narsa. Janubiy Koreya va Chexiya o'yinida. Janubiy Koreya Chexiya o'yinida Janubiy Koreya 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Bu menimcha shaxsan o'zim kutgan narsa edi. Menimcha Janubiy Koreya nisbatan kuchliroq, tarkib borasida ham, o'yin jihatdan ham olib qarasak, Janubiy Koreya kuchliroq, nisbatan o'sha to'liq ishonch kutgan narsam amalga oshdi deb o'ylayman. Meksika va Janubiy Afrikadachi? Bunda albatta Meksika nisbatan mezbonlik faktoridan kelib chiqqanda Janubiy Afrikadan kuchliroq. Shuni hisobiga ham 2-0 hisobda g'alaba qozondi va bu menimcha o'sha A guruhidagi har ikki o'yinda 3 ochko qo'lga kiritgan jamoalar kutilgan, ko'pchilik buni taxmin qilgandi bu g'alaba qozonishni, amalda menimcha o'zini oqladi. Meni kutilmalarimga keladigan bo'lsak, Chexiyadan bunday juda passiv o'yinni kutmagandim. Janubiy Koreya va Chexiya o'yinida hech bo'lmaganda jangovar, murosasiz o'yin kechadi deb o'ylagandim, ammo butun 90 daqiqa faqat bitta darvozaga o'ynaldi. Chexiya hisobda oldinga chiqib olgandan qat'iy nazar, Janubiy Koreya shu tarzda juda kuchli o'yin ko'rsatayotgandiki, o'yin oxiriga borib baribir kambek qilishi qandaydir sezilib turgandi va Janubiy Koreya buni uddaladi, kambekni amalga oshirdi va bunga haqli ham edi. Endi bilasiz, futbolda g'alabaga hujumga o'tgan, hujum qilgan, hujum uyushtirgan, darvozaga ko'proq zarba yo'llagan jamoa yutadi. Janubiy Koreya haqli edi. Lekin bilmadim endi Chexiyani 2 va 3 turda qanday o'yin ko'rsatadi. Balki Janubiy Afrika Respublikasi va Meksika Janubiy Koreyachalik shiddatli emasdir. Janubiy Koreyachalik juda kuchli sxemada, taktikada o'ynamasdir. Lekin Chexiya agar faqat o'z imkoniyatini kutib o'yinni o'tkazadigan bo'lsa, oxiriga borganda 90-daqiqaga borganda qarab ko'radiki, kechib bo'lgan bo'lishi mumkin. Meksika va Janubiy Afrikada esa Janubiy Afrika kurashdi. O'sha biz doim eslaydigan 2010-yilgi ochilish marosimida qanday kurashuvchanlik ketgan bo'lsa, endi hisob u darajada durang bo'lmagandir. Meksika ishonchli g'alaba qozongandir, lekin bu ishonchli g'alaba ortida ham juda katta mashaqqat yotgandi, chunki Janubiy Afrika, Janubiy Koreya va Chexiya o'yinidagi xuddi Chexiya kabi o'z darvozasi oldiga to'liq himoyaga o'tib olgani yo'qdi va Janubiy Afrika kurashdi. Janubiy Afrika istalgan paytda hisobni qisqartirishi yoki istalgan paytda hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Endi ko'rdik, bitta o'yinda 3 ta qizil kartochka bu juda ko'p bo'lib ham ochilish o'yinida. Va mana shunaqa kutilmagan holatlar ham Janubiy Afrikaga ta'sir qilgandir, lekin Janubiy Afrikani kuchsiz deya olmaymiz. Ya'ni Meksika, Janubiy Afrika va Koreya nazarimda keyingi bosqichga chiqish uchun harakat qiladigandek. Hozirgi bu jahon chempionatidan boshlab g'alaba qozongan jamoa ko'proq keyingi bosqich masalasini hal qilgan deb o'ylayman. Dastlabki 3 ochko keyingi bosqich masalasini hal qiladi. Nisbatan 60-70% hal qilib bo'lgan deb o'ylayman. Birinchi turdan so'ng ko'p narsa aniq bo'lmagandir Jamshid aka, lekin ikkinchi turda aniq bo'ladi ko'p narsa, hatto 70-80% ga, chunki 12 ta guruhning ichida eng yaxshi 8 ta 3-chi o'rin chiqadigan chempionatda, turnirda menimcha ikkinchi turdan so'ng hamma narsa deyarli aniq bo'ladi. Bo'lib ham bu guruhda, ya'ni A guruhida 2 ta terma jamoa 3 ochko, 2 ta terma jamoa 0 ochko olgan bo'lsa,
Bu B guruhi emas. B guruhiga alohida to'xtalamiz. B guruhi eng qiziq guruh hozir. Nomlar unchalik mashhur emasdir, Kanada, Bosniya, Qatar va Shveysariya, lekin bularni birinchi turda qayd etgan natijasi va ikkinchi turda bulardan kutilayotgan o'yin yanada qiziqlashib bormoqda. Qizg'in tus olishi aniq ikkinchi tur va uchinchi tur bu guruhda, lekin A guruhiga keladigan bo'lsak, baribir mana Meksika va Koreya ikkinchi turda o'ynaydi. Va mana shu o'yindan nimalar kutyapsiz? Kutilmalaringiz va Janubiy Afrika Respublikasi hamda Chexiya. Janubiy Koreya Meksika o'yiniga keladigan bo'lsa, menimcha bu yana boya aytganimdek mezbonlik faktori. Janubiy Koreya baribir boshqa shaharda o'ynaydi, boshqa joyga ko'nikish, baribir unga nisbatan adaptatsiyaga ozroq vaqt ketishi mumkin. Shunaqangi faktorlarni olib qarasak, Meksika bu o'yinda favorit, lekin ularni ochko yo'qotish ehtimoli ham bor qaysidir ma'noda. Ayniqsa birinchi tur shunday taassurot qoldirdiki, shaxsan menda ikkinchi turda Meksikani ham yutib qo'yishi mumkin deydi Janubiy Koreya. Bu darajadagi shiddatli o'yini bilan, bu darajadagi shturmlari bilan menimcha Meksikani charchatib qo'yishi, Meksika bilan eng kamida durang o'ynaydi deb o'ylayapman, lekin Janubiy Koreya imkoniyatlarini ko'proq baholayapman. Balki bunga kimdir qo'shilmas. Endi Janubiy Afrika va Chexiya. Bunda ko'proq Yevropa qit'asi vakillarining imkoniyati yaxshiroq. Nisbatan birinchi turda ikkita mag'lub bo'lgan jamoalar, endi meni taxminimcha keladigan bo'lsa, bunda Chexiyani imkoniyati sal yaxshiroq deb o'ylayman. Bilamiz, baribir Chexiyadan nisbatan Yevropada O'ynaydigan futbolchilar bor, ammo nomlar endi yo'q-da. Patrik Shikdan boshqa deyarli hech qaysi nom yo'q. Oldingi mashhur nomlar Chexiyada endi yo'q-da. Balki bu nisbatan endi jamoaviy futbol, ijrochilar yo'q joyda jamoaviy futbol olib chiqadi terma jamoani, ammo jamoaviy futbol va umuman futbol o'ynash masalasida, kurash masalasida Janubiy Afrika Chexiyadan kuchliroq, mehnatkashroq ko'rinadi. Balki shuni evaziga Janubiy Afrika o'yinni o'ziniki qilar. Endi hozir guruhdagi holat: Meksika 3 ochko bilan birinchi o'rinda, Janubiy Koreyada ham 3 ochko bor, ammo ularda to'plar nisbati o'rtasida farq. Meksikada +2, Koreyada esa +1. Va 3-o'rinda Chexiya nisbatan kichikroq hisobga yutqizgani uchun unda 0 ochko, Janubiy Afrika Respublikasida ham 0 ochko, faqat ikkita to'p farqi yutqizgani evaziga 4-o'rinda. Va guruhni hozir endi biz ikkinchi turni muhokama qilyapmiz. Hali oldinda 3-tur bor, lekin guruhdagi so'nggi ko'rinish guruh jadvali qanday tasavvur qilyapsiz? 1-ikkinchi, 3-chi va 4-o'rinda A guruhlarida. Menimcha Meksika birinchi o'rinda, Janubiy Koreya ikkinchi o'rinda, 3-o'rin menimcha boya aytganimda Chexiya baribir Chexiya bo'lsa kerak. Meniki mutlaq boshqacha ekan. Ya'ni men bu guruhda Janubiy Koreya birinchi o'rinda, Meksika ikkinchi o'rinda, Janubiy Afrika Respublikasi aniq chiqishini taxmin qilyapman 3-o'rin bilan va Chexiya uyiga ravona bo'ladi deb o'ylayapman guruh bosqichidan keyin. Va qiziq narsa, Meksika va Janubiy Koreya 2018-yil o'ynagan guruh bosqichida. Meksika favorit bo'lib turgan guruh bosqichida o'ynagan va eng qizig'i, Janubiy Koreya Meksikani keyingi bosqichga qo'sh qo'llab olib chiqib qo'ygan Germaniyani so'nggi turda 2-0 ga yutish evaziga. Agar o'shanda Germaniya 3 ochko olganda va Meksika so'nggi turda Shvetsiyadan yirik 3-0 hisobida mag'lub bo'lgani evaziga Germaniyada uchala terma jamoada ham 3 ochko bo'lardi, Shvetsiyada ham, Germaniyada ham, Meksikada ham, ammo to'plar nisbati evaziga Meksika qolib ketardi, ammo Janubiy Koreya o'zi qolib ketgan, ammo endi fair play bu futbolda yozilmagan qoida, xohlasa yutqizib berishi mumkindir balki yoki boshqa narsa bo'lishi mumkindir, ammo Germaniya bilan oxirigacha o'ynab g'alaba qozongan va Janubiy Koreyaning sa'y-harakatlari evaziga Meksika keyingi bosqichga yo'l olgandi. Yana bitta narsa aytish kerak, hozir Janubiy Koreya bilan Meksika o'ynadi degan narsa, ushbu jamoalar hozir ko'rdim, 5 marta uchrashgan o'zaro, 5 marta uchrashgan va unda 4tasida Meksikani qo'li baland ekan, 1 marta o'sha ikki jamoaning o'rtasidagi ilk o'yinda 2006-yilda bu Janubiy Koreya yutgan. Oxirgi o'yin durang. 2025-yil ular o'rtoqlik o'tkazgan va unda durang o'ynagan. Tushunarli. Jamshid aka, endi qarshi bo'lsangiz B guruhiga o'tamiz va eng murosatsiz guruh. Endi bemalol aytishimiz mumkin, birinchi turdan so'ng qizig'i 4 tala jamoada ham faqat 1 ochkodan mavjud. 4 tala jamoa ham birinchi turni, ya'ni ikkita o'yin 1-1 hisobida yakunlangan o'zaro o'yinlar. Barchada 1 ochko, to'plar nisbati ham 0. Endi bu ikkinchi turda buzilishi mumkin baribir, chunki Kanada va Qatar o'ynaydi, Bosniya va Shveysariya o'ynaydi. To'g'ri, birinchi turda ham jamoalar o'rtasidagi farq bilingandi.
ikkinchi turda hamma narsa oydinlashadi deyish mumkin edi, lekin birinchi turda ham darajalar bor-ku. Masalan, Kanada va Bosniya. Shveysariya va Qatarda aytmasa ham bo'ladi. Ammo kutilmaganda barcha ikkala o'yin ham durang bilan yakunlandi. Ikkala o'yin ham bir xil hisobda, bir hisobda yakunlandi. Endi ikkinchi turda mana Kanada, Qatar. Ya'ni sobiq mezbonga qarshi amaldagi mezbon. Nima deb o'ylaysiz? Kanada nihoyat o'zini 3 ochkosini qo'lga kiritadimi? Endi birinchi ochkosini qo'lga kiritdi. Bilsangiz, Kanada o'rtoqlik jahon chempionati tayyorgarligi oldidan O'zbekiston bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi va u qaysidir ma'noda bu Kanada bu orqali Qatarga tayyorgarlik vazifasini o'tab berdi O'zbekiston qarshi o'yini. Chunki menimcha agar oxirgi statistikalar ko'rib chiqadigan bo'lsak, Qatar eng ko'p O'zbekiston bilan o'ynagan. Erondan keyin albatta. Erondan keyin O'zbekiston bilan o'ynagan, to'g'risi. O'zbekiston va Erondan keyin O'zbekistonning keyingi raqibi Qatardir. Qatarda so'nggi o'rtoqlik o'yinlari kimga qarshi kechgandi? Ya'ni Kanadaga qarshi tayyorgarlik uchun asos bo'lgan o'yinlar bormidi? Qatar o'zi oxirgi o'sha jahon chempionatiga saralash oxirgi bosqichda Birlashgan o'zi Arab oxirida Amirligini yutgandan keyin o'sha Birlashgan Arab Amirligini g'alaba qozongandan keyin o'tkazilgan barcha o'yinlarda g'alaba qozona olmagan. Oxirgi ular o'sha 6 ta o'yin o'tkazgan bo'lsa, ularning 4 tasida mag'lub bo'lgan, 2 tasida durang o'ynagan. O'sha jahon chempionatiga o'sha Kanadaga qarshi bahsda oldi, Salvador bilan o'ynagan va bunda ham Salvador bilan durang o'ynagan. Salvador bilan ham durang. Salvador bilan durang o'ynagan. Kanada va Qatar o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, Kanada va Qatar nimani evaziga bir-biridan ochko olishi yoki o'ziga kelib bo'lgan natijaga erishishi mumkin. Ko'rdik, o'yin uslubi haqida aniq bir narsa deyish qiyin. Aniq bir taktika yo'q. Qatarda aytmasa ham bo'ladi. Qatar va boshqa xuddi Saudiya kabi boshqa arab davlatlari kabi mundialga yo'l olgan. Endi Iroqni hisobga olmaganda, Iordaniya hisobga olmaganda shu qandaydir bonuslar yoki rag'batlar evaziga, million dollarlar evaziga harakat qilayotgandek. To'g'risi bu tomonlama hech narsa, biron narsa deyish qiyin, lekin bonuslar yo pullar evaziga Qatar shunaqa maksimal darajada o'ynadi deydigan fikrga qo'shilmayman. Qaysidir ma'noda to'g'ri, ularda Qatarda nisbatan legioner futbolchilar juda ham ko'p, boshqa narsa, lekin baribir ular ham baribir jahon chempionatida Xuxini golini aytmoqchiman-da. Xuxini gol 3,5 million dollarga. Futbol tarixidagi eng qimmat gol desa bo'ladi-da uni. 3,5 million dollarlik gol. Bu biz uchun shunaqa tuyulyapti, lekin Qatar chempionatida bunga o'xshagan narsalar tez-tez kuzatilib turadi. Buni adashmasam Qatar Yulduzlar Ligasida o'ynagan Sardor Rashidov, o'sha Aljayishda o'ynagan Sardor Rashidov intervyularning birida aytib o'tgan, bu bitta gol. Sen o'sha gap, o'sha mashhur gap. Sen chiroyli gollar urib turaver, men seni rag'batlantirib turaveraman. Shunaqa, xuddi shunga o'xshab bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Endi balki 3 million dollar yoki mashina emasdir, lekin nisbatan undan kamroq bo'lsa ham, lekin har bitta golga nisbatan bonus berilgan. Bu ular uchun nisbatan oddiy holat deb o'ylayman. O'tgan jahon chempionatida Saudiya Arabistoni bilan ham xuddi shunday narsa kuzatilgandi. Argentinaga ustidan erishilgan kutilmagan g'alabadan so'ng eng kamida har bir jamoa a'zosiga 1 million dollarlik endi nisbatan ular baribir u arab mamlakatlari nisbatan puldor mamlakatlar. Mana yana bitta oddiy yaqinda o'tgan yillar bo'lgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida o'sha Al Hilol Manchester Cityni yutgandan keyin o'sha kiyinish xonasiga klub prezidenti kirib kelgan va ular futbolchilar klub prezidentidan o'sha kamera qarshisida bonus so'ragan va klub prezidenti hech qanaqa o'ylab o'tirmasdan taqdim qilgan o'sha 1 million dollardan o'sha o'yinda ham 1 million dollar 1 million dollardan pul bergandi o'sha o'yinda ham. Bu menimcha arab futboli uchun menimcha hech qanaqa o'ylab o'tiradigan narsa emas bu narsa. Mana Qatar va Shveysariya o'yinida keling shu o'yinni bir eslaylik. Qatar shunday o'yin ko'rsatdiki, yarimta imkoniyatni ham golga aylantirishga harakat qiladiganday. Ya'ni Shveysariya endi balki Qatar Bosniyaga qarshi o'yinda o'zini haqiqiy o'yinini ko'rsatar, kuchli o'yinini, ya'ni himoyaga yotib olmasdan. Balki Kanada bilan ham ko'rsatar, mana kelayotgan ikkinchi turda biz muhokama qilayotgan o'yinda. Lekin hozir men to'g'risi Qatarni guruh outsider deb qo'yishdan to'g'risi yiroqman. To'g'ri, Shveysariyaga qarshi bahsda ular outsiderdir, lekin umuman bu Kanada yoki Bosniyaga qarshi bahsda outsider, ularning guruhdan chiqish imkoniyati qanchalik degan taxminlarni aytmagan bo'lardim, chunki baribir Qatar oxirgi 2 ta Osiyo Kubogining g'olibi hisoblanadi. Ular baribir Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri hisoblanadi. Garchi saralash orqali, qo'shimcha saralash orqali jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan bo'lsa ham, ular baribir Osiyoni 2 karra oxirgi chempion hisoblanadi. Lekin Osiyoni so'nggi 2 karra shubhali chempioni.
u baribir qanaqadir shubhali penalti, unaqa oxirgi ayniqsa Iordaniyaga qarshi bahsda penalti, 3 ta penalti deyishadi. Eronga qarshi bahsda ham, finalgacha bo'lgan Eronga qarshi bahsda ham Qatarda juda ko'p shubhali hakam qarorlari bilan g'alabaga qullik qilib ketgan. Balki, lekin to'g'risi bilmadim. Ya'ni demoqchiman, bu Lekin baribir qog'ozda hozir Qatar amaldagi Osiyo chempioni. demoqchiman, mana borgan. bundan oldingi mundialga ham Osiyo chempioni bo'lib borgandi Qatar, lekin mundial OFK emasligi bilindida. Men bu gapni aytishdan charchamayman. Qatarga mundial jahon chempionati Osiyo chempionati emas. Ya'ni Osiyo emas. Bu yerda Qatar o'yin Qatar uchun foydali, o'yin Qatar uchun mos bo'lgan hisob bilan tugamaguncha davom etmaydi bu yerda o'yin. 112-daqiqa, 115-daqiqagacha davom etmaydi. Bu mundial. Bu boshqa daraja. Balki Qatar, mana bilamiz baribir, hozir ko'rib turibmiz, Yaponiya ham bundan norozi, Koreya ham bundan norozi. Qatar Afrikani qandaydir qurshovga Qatarda boshqa ta'sir o'tkazuvchi kanallar ko'p deb o'ylayman-da Afrikaga. Demoqchiman, Qatar qiynaladi mundialda, lekin Kanada bilan o'yinda harakat qilib ko'rsa bo'ladigandek ko'rinyapti. Ya'ni Kanadada ham ijrochilar yo'q-da. To'g'risi Kanada bilan Qatar o'yinda nisbatan Kanadada nisbatan ustunlik bor. Yana boya aytganimdek, mezbonlik faktoridan kelib chiqadigan narsa bo'lsa, ustunlik bor. Lekin baribir Qatar osonlikcha 3 ochkoni olsingani berib qo'yadi deb o'ylamayman. Baribir ular ayniqsa Shvetsariyaga qarshi o'yindan keyin ulardan baribir motivatsiya kuchayib ketgan. Baribir guruhning asosiy favoriti Shvetsariyadan ular 1 ochko olishni uddaladi va buni evaziga ularda qo'shimcha motivatsiya paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shvetsariya bu guruhning yaqqol favoriti edi. Ya'ni Kanadadan ham kuchli, Bosniyadan ham kuchli, Qatardan ham kuchli edi va Qatar birinchi turda yaqqol birinchi raqamli favoritdan ochko oldi. Demak, Qatar hazillashmayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi ikkinchi o'yin Bosniya va Shvetsariya. Bosniya nimadir qila oladimi? Bosniya ham o'sha g'alaba qozonib turgan joyida o'sha g'alabani qo'ldan chiqardi Kanadaga qarshi bahsda. Lekin juda uzoq ushlab turdi o'sha hisob. Ularda ham nisbatan motivatsiya bor. Keyin Yevropa qit'asi vakillari bo'lganligi uchun ham ular baribir qiziq o'yin bo'ladi. Lekin shu paytgacha ular Shvetsariya va Bosniya Gersegovina terma jamoalari hozirgacha bir marta o'ynagan ekan 2016-yil va unda Shvetsariya terma jamoasi g'alaba qozongan. To'g'ri, ungacha 2014-yil jahon chempionatida qatnashgandir, lekin Yevropa darajasida baribir o'sha Portugaliya doim 6 ta yoki 7 ta gol urib yuradigan o'yinlar bo'ladi. Armaniston, Andorra kabi terma jamoalar. O'shalardan biroz kuchliroq bo'lgan, lekin bugungi Bosniya u Bosniya emas. To'g'risi, hozir bitta statistikaga adashib ketdim. Oxirgi 2016-yilgi o'yinda Bosniya g'alaba qozongan. Bosniya g'alaba qozongan. Bosniya g'alaba qozongan-ku, men adashib ketdim. Hozir shuni aniqlashtirib ko'rib oldim telefondan. Shvetsariya hozirgi holatdan kelib chiqsak, Shvetsariya nisbatan Bosniyaga qaraganda kuchliroq. Baribir Jaka va Akanjilarning nomi, ularda o'yinga bo'lgan ta'siri, Kalashins va Jeko. Endi Jeko o'ynamayapti. Kalashins o'ynashi ehtimoli hali past. Chunki o'tgan o'yinda jarohat olib chiqib ketdi, jamoaga eng kerakli bo'lgan pallada. Mana shu nomlar jihatdan ham Shvetsariyada ustunlik katta deb o'ylayman va o'yinni qanday ko'ryapman Jamshid aka sizga? Siz o'yinni qanday ko'ryapsiz? Men shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Bosniya o'yinni katta qismini himoyada o'tkazadi. Ya'ni biz Kanada bilan o'yinda ko'rdik-ku, Bosniya shu tarzda himoyalanyapti. Kanada juda qiynaldi. Shu himoyachilar shu tarzda himoyalanyaptiki, hatto darvozabonni orqasidan turib chiziq ustida to'pni qaytarish, bosh bilan o'ynash mana shu darajada juda kuchli himoyalanyapti. Ya'ni qandaydir ma'lum vaqt davomida 30-40 agar xohlasa Bosniya 50 daqiqa yoki 60 daqiqa davomida ham darvozaga xuddi devor qurib olgandek jonli himoyachilardan mana shu tarzda o'ynayapti va lekin bitta long ball bilan juda xavfli qarshi hujumga qochib ketyapti. Faqat Demirovich kabi hujumchilari bilan baribir ularda mahorat biroz pastlik qilayotgani evaziga o'sha yaqqol qarshi hujumga chiqib ketgan paytda salkam darvozabon bilan birga bir chiqib ketish holatlari ham bo'lgan paytlarda Bosniya foydalana olmadi. Lekin mana shu xatolarni to'g'rilasa, Shvetsariya bilan o'yinda ham o'yinni boshdan oxirigacha bemalol himoyalanib, himoyadan hujumga bitta long ball bilan chiqib ketish evaziga qandaydir ochko yoki o'ziga kerak bo'lgan natijaga erishish mumkin deb o'ylayapman. Lekin Shvetsariya menimcha Qatarning alamini Qatardan so'nggi daqiqalarda ketkazib qo'ygan ochkosini ortig'i bilan olishga harakat qiladi va Bosniyaga endi umuman oson bo'lmaydi. Men ham shu fikrga qo'shilaman. Yana bir narsa bor.
baribir bilamiz bu jahon chempionatida har narsa bo'lyapti. Ya'ni oxirgi jahon chempionatlarga oladigan bo'lsak, mana shu oxirgi o'yinlarga oladigan bo'lsak, bu darvozabonlar chempionati ham bo'lib ketyapti. Baribir o'sha kechagi o'yinda Cabo Verde darvozaboni yoki Saudiya Arabistoni terma jamoasi darvozaboni, umuman Yaponiya terma jamoasi darvozaboni bu baribir ko'proq menimcha, lekin nimadir taxmin qilish yo'qda. Menimcha hamma jamoa teng imkoniyat. Unda bitta o'yin maksimal bor kuch tashlaydi, bor e'tibor shu o'yinga qaratiladi va maksimal ochko olishga harakat qiladi. Ertangi o'yin ham xuddi shunday o'yin. Ikki jamoaga ham ochko kerak. Hozir ikkalasida ham 1 ochkodan bor va ikkalasi ham qanaqa guruhdan chiqishda yaxshi imkoniyat bor. O'sha uchun bor narsasini ertangi o'yinga tashlaydi, bilib o'tiribdi ular ham. Maksimal 4 ochko olish degani bu jahon chempionatidagi guruhdan chiqish masalasini nisbatan hal qilish bo'ladi. 70-75% hal qilish bo'ladi. Lekin baribir bu 4 ochkoga ham ishonch yo'q, to'g'risi. Chunki jahon chempionatining guruhdagi holatiga e'tibor qarasak, ikkita kuchli jamoa, bitta nisbatan kuchsizroq va bitta juda ham kuchsiz jamoa bor. Endi men hozir masala yoki tenglamaga yechmoqchi emasman, lekin matematik hisob-kitoblarga ko'ra, mana jahon chempionati boshlanishidan oldin hisoblab chiqildiki, 4 ochko 80% gacha keyingi bosqichni kafolatlaydi. Nisbatan, misol agar Biz nimanidir hozir kafolatlash bor, lekin bunday 4 ochkodan oladigan jamoalardan 10 ta bo'lgan taqdirda bu kafolatlab qo'ymaydi. Mana shu guruhda ham shundayda, Jamshid aka. Mana qarang, birinchi turdan so'ng hammada 1 ochko, to'plar nisbati ham bir xil. Va eng qizig'i bu narsa ikkinchi turda, uchinchi turda qanday o'zgaradi? Hozir 4 tala jamoa ham birinchi turdan so'ng 4 tala jamoa ham birinchi o'ringa harakat qilayotgan guruhda mana shu B guruhi. Va mana shunga o'xshagan guruhlarda ham 3-o'rin 4 ochko olishi mumkin. Shunaqa. Va qiyin ekan, demak. Shuni hisobiga menimcha 4 ochko olish guruhdan chiqishni meni shaxsiy fikrimcha kafolatlab qo'ymaydi. Tushunarli. Xo'p, Kanada va Qatar o'yinida taxminiy hisobingiz? Agar birinchi turdan oldin shu jamoalar uchrashganda men Kanadani nisbatan yaqqol favorit deb aytaydim bu narsada, lekin hozir Qatar oxirgi o'yinda to'g'ri himoyalandi, Qatar boshqa narsa qildi, to'g'risini aytganda amallab 1 ochkoni yulib oldi Shvetsariyadan, lekin baribir ularda boya aytganimdek motivatsiya yuqorilab ketgan bo'lsa, bu o'yinda Kanadani ham qiynab qo'yishi mumkin. Shuni hisobiga bu o'yinda ehtimoliy durang bo'lishini taxmin qilib turibman. Hali ham lekin Kanadani yaqqol favorit deb hisoblayman. Qatarga qarshi o'yinda aynan. Chunki Kanadani Bosniyaga qarshi o'yinni ko'rdik, yuqori plankada ham, o'rtada ham juda kuchli bosimni amalga oshiradi. Kanada menimcha bu o'yinda oson bo'lmaydi-ku, lekin 3 ochkoga erishadi deb o'ylayman. Bosniya va Shvetsariyadachi? Shvetsariya menimcha favorit. Shvetsariya 3 ochko oladi, ayniqsa birinchi turdagi alamli ochko yo'qotishdan keyin bu bor e'tiborni shunga tashlaydi deb o'ylayman menimcha. Qatardan yo'qotilgan ochkoni ortig'i bilan Bosniyadan undiradi. Men ham xuddi shunday fikrdaman. Endi homiylarimizni yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Bosh homiymiz Uzunbank bilasiz, shuningdek O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ham hamkori hisoblanadi. Ko'rsatuvimiz ham aynan Uzunbank hamkorligi ostida suratga olinmoqda. Siz shuningdek Uzunbank Visa kartalarini tekinga buyurtma qilish orqali mana shunday bankslarni qo'lga kiritishingiz hamda o'zingizning sevimli milliy terma jamoangiz tarkibini yig'ishingiz mumkin. Yana bir homiymiz Beshqozon Markaziy Osiyo osh markazi. Do'stlar, Daryoda mundial kundaligi davom etadi. Siz esa videoga like bosing, fikrlaringiz izohlarda yozib qoldiring. Shuningdek, bir narsani eslab o'tmoqchiman. Daryo saytida jahon chempionatiga atalgan maxsus sahifa ochilgan, ya'ni unda siz to'plarlar jadvali, guruhdagi holat va jahon chempionatiga aloqador birdan-bir qiziqarli xabarlarni o'qishingiz mumkin. Albatta ushbu sahifaga kirib ko'ring. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.